Ey do'stim, sizga aytayapman. Ha, sizga aytayapman. Mana shu odatingizni hoziroq tashlang. Yuragingiz urib turibdi, nafas olib turibsiz, hali ham kech emas. Bo'lmasa mana shu holat ertaga siz bilan ham bo'lishi mumkin. Son, voy, nimaga mendan jirkan vossanlar? Sudimizga qaynoq kuydiryapti. Siz kimlari bo'lasiz? Akasiman bo'ldi. Ha, Alloh rahmat qilsin. Mabodo qarindosh urug', oshna og'ayni, qo'ni-qo'shnilar ichida oldi berdilari bo'lsa, omonatlari bo'lsa, guvoh isbotlari bilan, hujjat bilan so'rab kelishsa, ado qilasiz. Tushunmadim. Bir savolim bor edi. Domla, ukam shu adashib bir narsa chakib yuragi to'xtab qolibdi-da. Savol javob qanaqa bo'ladi? Alloh rahmat qilsin. Nima? Endi Xudoga havola. Savol javoblar ozgina og'ir bo'ladi. Xudo sabr bersin. To'xtanglar, kimdir meni eshitsa iltimos. Kimdir eshitadimi yo'qmi? To'xtanglar. O'lganim yo'q-ku. Ey, ey. Yaqinlari kim? Men akasiman. Teksan teskari bo'lib, uni yoq bilan kiraverasiz. Qabr kovlanishi og'ir bo'ldi. Biror narsa bo'lsa ichkarida ko'rsa aytarsiz. Bir nega qiyin bo'ladi ko'rishga? Mahkam. Yo'q, kirmayman qabrga. Kirmayman. Kirmayman. Yo'q, aka to'xta. To'xtang aka. Boshlardan keyin. Boshlardan keyin. Nimaga bu yerga qolinglar? Qorong'ilikdan qo'rqaman. Aka, tashlab ketmaydi emas, o'tinaman. Aka, Rozi bo'l, ukam. nimaga rozi bo'l. Aka, Javobing inson bo'lsin, ukam. o'tinib so'rayman. Meni yolg'iz tashlab ketmaydi. To'xtanglar, iltimos. Eshtinglar, mana. Nimaga qo'rqib ketyapman? Qo'rqib ketyapman, aka, to'xtang. To'xtang. Eshtinglar, odamlar, mana. Eshitasizlarmi yo'qmi? To'xtang, yo'q. Qorong'ilashib ketyapti, yo'q. Tinchlikmi? Yomon ish ko'rdingmi? Men hamdan bitta tortib oldim tabletkadan keyin. Zo'r ketadi. Kerak emas.